Toshkent shahar Sirg'ali tuman hokimi Elbek Shukurov 3 farzandi bor yolg'iz ona Nilufar Islomovani uyini tortib oldi. Bugun 18-aprel kuni kech soat 8 da ona va uning yosh qizchalari ko'chada qolishdi. Nodir qo'rqma. Janjallashib o'ting. Tegmayman menga. Mana. Mana men o'g'limman. Yig'amiz ukan. Вообще men bu MIF xodimi вообще ne ekan. Prokuror oldiga olib boraman. Yig'aman, u baraka topdi. Uyiga shoshilayotibdi. Yig'aman, Nodir. Mencha yig'aman, men bular uchun o'tirayotganim yo'q. Kechasi soat qaraylik 9. Kuch ishlatyapti. MIF xodimini nima haqqi bor kuch ishlatishga? MIF xodimini nima haqqi bor? Nima haqqi bor kuch ishlatishga? Erkak o'tirib ayol kishi kuch ishlatishga. Borishga joyi yo'q odam sud qarorini qatdan tan olsin. Sud qarorini bajaringlar. Ertalab qilaman, ertalab qilaman unda. Hozir qorong'uda qo'rqdim. Sergeli tumani hokimi Elbek Shukurovga beradigan savollarimizni esa shu yerda qoldiramiz. Umid qilamizki, Elbek Habibullayevich bu savollarga hokim sifatida o'zining adekvat bir javobini beradi. Elbek Habibullayevich, sizning idorangizni da'vo arizasida hokimiyat Nilufar Islomovaga uyni butunlay emas, vaqtinchalik berilgani haqida yozilgan. Aytingchi, uyni vaqtinchalik berilgani haqida hokimiyatning qarori bormi? Bor bo'lsa, o'sha qarorni ommaga ko'rsata olasizmi? Umid qilamanki, siz o'sha qarorni o'sha kungi chislo bilan bugun chiqartirmaysiz. Yana bir savol. Hokimiyatingiz bergan da'vo arizasida Nilufar Islomovani boshqa uy-joy bilan ta'minlamasdan majburan ko'chirish talabi bor. Mamlakat prezidenti yolg'iz kam ta'minlangan ayollar, onalarga alohida e'tibor ko'rsatish haqida tinmay gapirayotganda, nima uchun sizning hokimiyatingiz bir kambag'alga bunchalik zug'um qilyapti? Shu ayolni ko'chirishdan avval uni boshqa uy-joy bilan ta'minlash shu qadar qiyin vazifami siz uchun? Ayolning maktab yoshidagi farzandlari borligini yaxshi bilasiz. Uni ko'chaga chiqarib tashlasangiz, ayolning farzandlarining maktabi, o'qishlari nima bo'ladi? O'quvchilik davrida shunchalik stress holatiga tushish bolalarning psixikasiga, sog'lig'iga ta'sir qilishini siz bilmaysiz.